Assalomu alaykum. Men Sobirova Dilafruz. Ayni paytda Farg'ona shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Va yaqinda 2025-yilning so'ngida dunyoning eng nufuzli universitetlaridan biri bo'lgan Harvard universitetiga 100% grant bilan qabul qilindim. Va kuni kecha davlatimizning yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvida qatnashish va davlatimiz rahbari bilan suhbat qurish imkoniyatiga ega bo'ldim. Va o'zimni kirganim haqidagi yangilikni va kelajakda oldinga qo'ygan maqsadlarimni aytganimda yurtboshimiz juda ham xursand bo'ldi. Shunday qanotim, shunday iftixorim bo'lgan o'zbek qizlari borligidan faxrlanaman, g'ururlanaman deb aytdi. Albatta, AQShga o'qishga borganingdan keyin u yerga borganimda sen bilan yana ko'rishamiz dedi. Yurtboshimizni bildirgan bu ishonchlari, men bilan faxrlanishlari meni yanada oldinga qadam bosishga, yanada yuqori marralarni qo'yishga juda ham katta ishtiyoq berdi. Dunyoni boshqa davlatlarda bo'lmasligi mumkin, lekin aynan bizning davlatimizda, O'zbekistonimizda yoshlar uchun cheksiz imkoniyatlar yaratilyapti. Prezidentimiz hattoki kerak bo'lsa pul berib maktab o'quvchilariga ma'naviyatimizni yuksaltirish uchun 10 million eng yaxshi kitobxonga beraman deb yangi loyihalarni joriy etdi. Bundan tashqari volontyor yoshlar uchun, imkoniyati cheklanganlar uchun, biznes yoki startap fikri g'oyalari borlar uchun, hamma uchun, yangi oilalar uchun, har bir yosh qatlam uchun, butun xalqimiz uchun yanada yangi va yanada ko'proq imkoniyatlar yaratib berdi va bundan juda ham xursandman. AQShda o'qish davomida bo'lsam ham o'ylaymanki, bu imkoniyatlar menga bir o'quvchi, bir qiz sifatida ta'sir qiladi. Agar u yerda yangi g'oya yaratib, yangi loyiha qiladigan bo'lsam, O'zbekistonga kelib, aynan shu davlatimiz rahbari ajratgan mablag'dan foydalanib, o'z loyihamni rivojlantirsam bo'ladi. Prezidentimiz bizga bergan imkoniyatlari allaqachon bor edi. Ulardan biri Prezident maktabi. O'zim foydalangan eng katta imkoniyat deb hisoblayman. Va Prezidentimiz davomida shu Prezident maktabi o'z mevasini beryapti. Birinchi qaldirg'ochlarim deb ta'kidlab o'tdi va o'zimni eng baxtli qaldirg'ochlardan biri deb hisoblayman. Oldimga keyingi maqsad qilib Nobel mukofotini qo'yaman va Xudo xohlasa AQShga borib o'qishni davom ettirib, yanada ko'proq o'qib, o'z sohamda, o'z ustimda ishlab Nobel mukofotiga erishishni niyat qilganman va erishgan paytimda ham prezidentimiz bilan yana ko'rishib, prezidentim shuni qo'lga kiritdim deb yana aytish, yana suhbatlashishni o'zimga niyat qilib qo'yganman. Biz buyuk ajdodlarning avlodlarimiz va ularga mos bo'lishimiz kerak va aynan shu mas'uliyatni o'zimni yelkamda ham his qilaman. O'zimiz Farg'onadan Farg'onaga o'xshagan butun dunyo taniydigan olim bo'lib yetishishga harakat qilaman, bor kuchimni sarflayman bunga va prezidentimiz ta'kidlab o'tganlaridek, aynan shu ajdodlarimizning qoni tomirlarimizda oqyapti va ularga mos avlod bo'lamiz va biz birgalikda O'zbekiston yoshlari 3-renessansini quramiz.